Misrda bir yosh yigit bor ekan. Bu yerdagi yigitlarga o'xshab kelishgan yigitni guli deydi-yu. Guljigit bizni tarjimamiz. Albatta yosh yigitlarda doim orzusi bor. Haligi bir orzuparast yigit haqida aytgan esinglarda bo'lsa kerak. Eng go'zal ayolni olish kerak, u o'g'il tug'ib berish kerak, aytganini qilmasa solaman deydi-yu. Shuni singari bu bola orzu qilibdi. Orzusida bir ayolga uylanmoqchi bo'libdi. Va o'sha ayolni yaxshi ko'rib qopti. Ya'ni bir qizni, palonchi jon akani qizini yaxshi ko'rib qopti. Va u bilan suhbatlashibdi. Ikkalalari bir-birlariga muvofiq bo'libdi. O'rtada 1-2 yil o'tibdi. Albatta, hozir men odamlarga qarab turibman, hammasi bir tabassum paydo bo'lyapti, ancha-munchasi. Bo'lib o'tganda shunday voqealar. Lekin ololmagansizlarda ko'pinglar. Bu birovga tegib ketdi, siz birovda avvaldingiz, hayot ketyapti, eplab-seplab. U yigit nargini ota-onasiga ham xabar beribdi. Buni ota-onasi ham biladi ekan. Mana shu qiz bilan bu bola uylanish kerak ekan. Yigitni orzusi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda aytadilar, al-valud al-wadud. Ko'p farzand tug'ib beradigan, sizlarni yaxshi ko'radiganiga uylaninglar degan. Imkon qadar ko'p farzand tug'ib beradigan va sizlarni yaxshi ko'radiganiga uylaninglar degan. Ko'p farzand tug'adigan degani qaynota ota-onaga tushuntirish kerak. Ko'p bo'lgan oldin 2-3 tadan keyin qavog'inglar tushmasin. Xudo xolasa 5-6 ta farzandim bo'ladi meni deb tushuntirish kerak shularga. Qaynota bir narsalar qilib o'rgisi keladi. Buni qaynona boradigan, men eshityapman shunday xabarlar. Fabga borib bunaqasi, meni kelinim kelsa, bunday narsalar qilib qo'y deydi ekan. Shtobi uni kelini tug'masin 3-4 yil bo'lishi uchun. Boyagi bolani orzusi ko'p farzand ko'rish ekan. Ikkinchi orzusi bu uylanayotgan qizi buni yaxshi ko'rsa, bo'ldi, yaxshi ko'radi-yu. Yana bir orzusi bor ekanda buni. Sizma men hammamizda bor shu orzu. Oilaga yaxshi yerda ishlashlik. 3 ta narsa bor ekan, qarang. Ayoli chiroyli, go'zal, hamma joyida ekan. Shu ayolni olmoqchi ekan. Muhabbat topildi o'rtasida. Va shu ayol bunga ko'p bola tug'ib berish kerak. Uchinchisi, bular iqtisodiy muammo bo'lmash kerak. Yaxshi yerda ishlash kerak. Bu bola bir joyga ishga kiradi, $100 oylik oladi. 7000 so'm biz bo'lgan. $100 oylik oladi ekan. Keyin boyagi qiz telefon qiladi. Yaxshi ko'rgan qizi telefon qiladi. Hali uylangan yo'q, to'y bo'lgani yo'q, oz qolib turib to'y bo'lishi kerak. Bu aytdiki, bo'lgusi turmush o'rtog'iga telefon qilib, falonchi dedi, sizga zo'r ish topildi dedi. $250 ish topildi dedi. Mashinangizga o'tiring. Tez mana bu joyga pasport falonchi pistonchingizni olib keling. Mana shu ishga siz kirasiz dedi. Haligi hammamizda bo'ladi. Va tuhibbunal mala hubban jamma. Alloh taolo mol mulkni o'ta qattiq yaxshi ko'rasizlar deyapti. Yo'q, men boylikni yaxshi ko'rmayman desa, u kazzob bo'ladi. İçimizde masalan ba'zi odamlar aytadi-da, birodarlar, men deydi pulni yaxshi ko'rmayman deydi. Yolg'onchi. Oyatga teskari. Alloh taolo va tuhibbunal mala hubban jamman deyapti. Mol mulkni yaxshi ko'rasizlar demayapti. Mol mulkni juda yaxshi ko'rasizlar deyapti. Nima sababdan bahor kelishini kutyapmiz? Yo Rossiyaga ketish uchun, yo shalini ekish uchun, yo stroykani boshlash uchun, yoki shunga o'xshagan narsa. Birovni uyiga borib ish qilamiz, nimaga? Pul beradi. Birovni yurtiga borib ish qilamiz, nimaga? Pul beradi. Chunki Alloh subhanahu va taolo va tuhibbunal mala hubban jamma deyapti. Mol mulkni qattiq yaxshi ko'rasizlar deyapti. Boshqa oyatda Alloh taolo zuyina linnas hubbu shahvat minan nisa'i wal banin
val qanatiril muqantarati minaz zahabi val fiddati val khayli val musawwamati val an'am val hars degan. Sizlarga yaxshi ko'rsatib qo'yildi ayollar, tug'iladigan bolalar, tilla, kumush, ot, hayvonot dunyosi, mol, mulk, ekin-tikinni yaxshi ko'rasizlar deyapti Alloh taolo. Shuning uchun qoida va siz bilan menga bo'ladigan foyda shuki, ichimizda birov yarim kelib men mol mulkni yaxshi ko'rmayman desa, birodar aqidangizni to'g'rilang, ahli sunnaga o'ting deydi. Ahli sunna val jamoa mol mulkni yaxshi ko'radi deb qaz. Va ikkinchi o'rni bor buni. Mol mulkni yaxshi ko'ring-yu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yaxshi ko'rgan narsalaringdan infoq ihson qilmaguninglarcha yaxshilikka yetmaysizlar degan oyatga ko'ra, yaxshi ko'rgan narsalaringlardan infoq ihson qilinglar deb Alloh taolo. Mol mulkni yaxshi ko'rsin va yaxshi ko'rganda nima qilsin? Ihson qilsin. Yaxshi ko'radi albatta. Haligi bola mashinaga o'tirib ketayotdi, xabarlar bo'lsa. Mashinaga o'tirib ketayotganda o'y fikri mol mulkda bo'lib, ko'zini ochib qarasa reanimatsiyada ekan. Ko'zini ochib qarasa reanimatsiyada ekan. Ko'zini ochishi bilan haligi bolaga aytishibdi, "Mana uspakovitelni ichib oling. Ichib bo'lgandan keyin iloji bo'lmay qoldi, oyog'ingiz kesib yubordik" debdi. Hech iloji bo'lmadi. Biz sizni oyog'ingizni kesib yubordik debdi. Hali qizga ham uylangani yo'q. Yaxshi ko'rganiga ham yeta olgani yo'q. Mayli dedi. Inson dard kelganda bilinadi-da, kim do'st, kim dushmanligi. Kim uni yaxshi ko'radi, kim uni yomon ko'radi. Kim tilin uchida muomala qilyapti, kim haqiqatdan muomala qilyapti. Ayyub alayhissalom hamma tashlab ketdi Ayyub alayhissalomni. Payg'ambar bo'lishiga qaramasdan oilasidagilar ham tashlab ketdi. Bu Ayyub alayhissalomning gunohlari shunchalik bo'ldiki, Alloh taolo tuzalmaydigan dardga solib qo'ydi buni dedi. Payg'ambarni ham tashlab ketishgan. Kim billa qolgan, kim esida bor? Faqat ayoli qolgan. Faqat ayol. Ikkita odam keladigan shu Ayyub alayhissalom huzurigachi. Ikkita odam kelib bir ziyorat qilib turib, ikkalasi bir-biriga aytadigan. Bu payg'ambarman deyapti-yu, menimcha buni gunohlari juda chataq, ko'p-da buni. Qara badaniga qurt bosib ketibdi degan. Ular ham ketib qolishgan. Haligi odamga aytildiki, siz dedi uspakovitelni ichgandan keyin iloji bo'lmay qoldi, sizni oyog'ingizni kesib yubordik dedi. Haligi qizga o'ta bog'lanib qolgan ekan. Telefon qildi boyagi qizga. Bir marta ko'rgani keldi, yaxshi ko'rgan qizi. Bir marotaba qaytib ketdi. Ertasi kuni yana kelsa kerak deb telefon qilsa, telefonni ko'tarmadi. SMS yozib yuboribdi. Kechirasiz, oyog'i kesilganga erga tega olmayman deb. Bitta orzusi yo'q bo'ldi o'sha yerda. Shunga uylanib ko'p farzandlik bo'lmoqchi edi. Bundan xabar olayotgan buni kim urib yuboribdi? Buni ham bir ayol kishi urib yuboribdi-da. Bitta qiz urib yuboribdi buni ham. Mashinasida. Keladigan xabarni oladi, keyin ketadi. Shu vaqtda armiyadan qog'oz kelibdi. Bu uydan chiqib, kasalxonadan chiqib uyiga borganda armiyadan poyezdga deb qo'yadimi? Qog'oz keladi. Falonchi armiyaga bormasangiz bo'lmaydi. Misrda armiyaga bormasangiz umraga ham chiqarmaydi, hajga ham chiqarmaydi, ishga ham olmaydi. O'ta qattiq armiya tartibi. Bizda Esirda bo'lardi, armiyaga borib kelsa keyin qizini berardi. Alloh hidoyat bersin. Davomiga. Do'stiga aytadi, do'stim iltimos sen meni o'rnimga borib qo'y deydi. Do'sti armiyaga ketadi, meni o'rnimga emas, birga borishadigan o'sha paytda. Do'sti armiyaga ketadi, ikkalasi bir yerga borish kerak bo'ladi. Hali bir uchayni bo'layotganda boshiga ssenariy tushib, do'sti o'lib qoladi o'sha yerda. Bu ikkinchi musibat. Haligi qiz aytadi, ko'p bundan xabar olib, u yoq qilib, bu yoq qilgandan keyin boya qiz aytadi, men deydi, ya'ni men tufayli oyog'ingiz kesildi deydi. Agar xohlasangiz men sizga turmushga chiqaman deydi. Agar xohlasangiz men sizga turmushga chiqaman deydi. Bu bola unga aytar ekanda,
Sizga uylanaman, men qayerda ishlayman deydi. Shu paytgacha u qiz aytmagan otasi kimligini. Otamni ishxonasi bor, siz buxgalter bo'lib, hisobchi bo'lib o'sha joyda ishlasangiz bo'ladi. $1200 oylik beradi debdi. Oyligi qancha edi o'zi? Nimaga avariya bo'lib ketdi bu? $100 200 bo'layotganda avariya bo'lib ketdi. Oyiga $1000 pul qo'shilib qoldi. Haligi qizga uylanganidan keyin bu bolaga xabar keldiki, do'stlaridan xabar keldiki, siz uylanmoqchi bo'lgan qiz turmushga tegib ketdi, erga tegib ketdi. Va doktorlar aytibdi, u tug'mas ekan. Umuman farzand ko'rmar ekan. Alloh taolo bir bandasiga taqdirda yaxshilikni xohlasa, majburlab o'sha joyga olib borib qo'yadi. O'zi bilmaydi. Lekin ba'zan mana shu bandaga agar yomonlik yoziladigan bo'lsa, biz hammamiz to'planib ham u bandani saqlab qola olmaymiz. Qarang, ko'p farzand ko'rmoqchi edi. O'sha qizga uylanganda farzand ko'rmar ekan. Ko'proq oylik ishlamoqchi edi. Undan bo'lib 5 barobar ko'p oylik ishga joylashdi. Agar o'zini $100 ga solishtirsangiz, 12 barobar bo'ladi. Va yaxshi ko'radigan mehribon qizga uylanmoqchi edi, uylandi. Va bundan farzandlarni ko'rdi. Oyog'i kesilganligi tufayli uyda qolib ketdi. Butun bo'lganda armiyaga borib, do'st ekoni boshiga snaryad tushib o'sha yerda o'lib ketar edi. Innahu idza waqa'al qadar amiyal basar va batalal hazar deydi. Agar taqdirda Alloh taolo bir narsani yozsa, albatta mana shu taqdir bo'ladi. Hamma olgan ehtiyotlaringiz bir pul bo'ladi va hamma qilgan harakatlaringiz o'tmaydi deydi. Dunyoda bir sir bor, birodarlar. Bu sirni nomi hatto ulamolarimiz aytishadi. Sirrullohu fi ardihi deydi. Alloh taoloni yer yuzidagi siri deydi. Mana shu sir nima deyiladigan bo'lsa, taqdir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bir narsani taqdir qildimi, ana u narsa albatta bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Wa'lam annahu ma asabak lam yakun li yukhti'ak" deydi. Bilginki, senga yetish kerak bo'lgan musibat albatta yetar deydi. "Wa'lam anna ma akhta'ak lam yakun li yusibak" senga yetish kerak emas bo'lgan musibat aniq yetmadi deydi. Doktorxonada eshitasiz bunaqa gaplarni. 3 mm qolgan ekan, o'lib qolar ekan. Ya'ni masalan, bu yetiga saylib qolgan ekan, bu yeri kesilib qolgan ekan, mana bu dorini ichib olgan ekan. Bizni, siz bilan meni dunyoviy so'zlarimiz xolos. U o'lmash kerak edi. U yashash kerak edi. Doktorlar bilan ba'zi paytda borib gaplashib o'tirsangiz, bir necha marta javobini bilsam ham qayta so'raganman o'zim. Aytadi, masalan deydi, ba'zi bir kasallar bor deydi, 2-3 ta doktor qaraganda uni dejurstuvasida, reanimatsiyada. Ba'zi bir kasallar bor deydi, shu bugun o'tib ketsa kerak, ertaga o'tib ketsa kerak deymiz, keyinchalik tuzalib 3-4 kundan keyin doktorga chalib bir osh-posh qilib bermaymi deyoradi ekan. Ba'zi bir kasallar bor, doktorxonada sog' yuradida, uydagilar bilan ham gaplashib turadi, hamma yo'q joyida bo'ladi, ertasi kuni dunyodan o'tib ketadi. Chunki uni taqdiri shunday. Mo'min, musulmon insonning sifati an tu'mina bil qadari khayrihi va sharrihi. Alloh taolo taqdir qilgan narsani yaxshiligiga va yomonligiga iymon keltirishlik iymonning asoslaridan. Arkanul iymon deyiladi. Iymonning arkonlaridan. Taqdir degan narsaga iymon keltirishlik. Bir necha turli bo'ladi bu. Taqdir degani g'ayb deganga o'xshagan narsa. Masalan, ertaga nima bo'lishligini sizlar bilmaysizlar deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. "Va ma tadri nafsun maza taksibu g'ada va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Bu nafslar ertaga nima bo'lishligini bilmaydi va bu nafslar qaysi joyda vafot topishligini bilmaydi deyapti.